Men tushunmayapman. Yana qanday yangi qurol bo'ldi? Bizni duolarimizni xudolar eshitdi. Dev qomatga qarshi bizga qurol in'om etishdi. Uni ismi Bezgak. Yo Xudo. Lekin bu bizga qanday yordam bera oladi? Bezgakning o'z quroli bor. Ushbu qurol dev qomatni o'ldira oladi. Bu ma'lumotga ishonsa bo'ladimi? Ishonch jangda foyda bermaydi, general. Agar Bezgak dev qomatni yo'q qila olsa, bir umrga yo'q bo'ladimi? Hatto boqiylarni ham o'ldirsa bo'ladi. General, nima bo'ldi askar? Xabar ber. Buni ko'rishingiz kerak. Bizni bir qishloqqa hujum qilishdi. General, bu yana qanday tutun bo'ldi? Oltin o'lat bu. Tirik jonni yo'q qiluvchi oltin o'lat bu. Bir onda butun umr ajdodlarimiz yo'q bo'lishi mumkin. Ovozlarsiz, jangsiz, shunchaki sukunat va o'lim. Buni ortidan esa Citrus ifori kelardi.